Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, muhtaram muxlis. Sizga 12 ta xonadan iborat bo'lgan katta ob'yomdagi obyektimizni birma-bir obzor qilamiz. Hozir bu yerda 5 ta xonamiz turibdi. Olib keling kamerani. Bismillah. Bu eshiklarga bitta e'tibor qaratib qo'yamiz. Buni yopib eshikga necha o'rtoqlar. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, neoklassik yo'nalishda remont qilingan, kandillar ham klassik. Devorga bu nima edi deyishlaringiz mumkin, bu fotoalloy hisoblanadi. Buni stiki bo'lmaydi. Mana shu yerda sploshda yopishtiriladi. Bu kandillarimiz haydik, tepaga o'rtalarga atachinta urilgan. Mana shunaqa yo'nalishda remont qilingan. Endi bu uylarimizga bitta baho berib qo'yamiz. Jiga ishi nima deyapti? Yo Toshkent deyapti, yo Afg'oniston. Bu ham xuddi boya aytgandek klassik emas, haydik usulda ishlangan. O'rtalardagi bu lyustra, hammasi buni gipsokarton devorlariga xo'sh, dekorativli faktura berilgan aboy. Mana bular ya'ni to'liq trafaret emas, yengil trafaret hisoblanadi. Bu xonaga ham bitta baho bergan. Keling o'qiylik. Bu xona haqiqiy klassik yo'nalishda remont qilingan hisoblanadi. Tepalariga endikdan ishlangan. Mana bu yerga led svetlardan qo'yilgan va plafon qo'yilgan, o'shaning hisobiga yam-yashil bo'lib turibdi. Devorlarimizga haqiqiy klassik yo'nalishdagi aboy tanlaganmiz, chunki tepa patolog ham mana shunga mos tushadi. Hammasini patkilichi pol patolog remontini o'zimiz qilganmiz. Eshiklarni siz qurmaganmiz lekin bitta qandilni ham olib qo'yamiz. Beshinchi xonamiz nomzor qoldi faqatgina. Bu yerga 90 ga 35 lik lyustra qo'yilgan, uzunasiga qovun shaklidagi. Devorga ham klassik, ya'ni neoklassik yo'nalishdagi aboy tanlangan. O'rtadagi natujni, chekkalariga gipsokarton. Mana bu tilla ranglar, bu tilla lek hisoblanadi. Mana shuni qilib turib, yorug'lik tushgandan keyin sizga yana yorug'lik qaytarib beradi. O'rtalariga haylik yo'nalishdagi chakkalari oq yonib turadigan svetlardan qo'yganmiz. Bunga ham bitta baho berib o'tamiz do'stlar. Zal qismimiz qoldi. Zalga ham chiroyli bir oddiy va samimiy qilib, cho'tki qilib remont qilganmiz. Gipsokartondan chiqqan bular hammasi. Eshiklar qo'yilgan va hammasi cho'tki yopiladi. Bo'lmasa keyingi xonalargacha yo'q.